Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qaynamsız diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitoy yana bir turkum Turkiyalik jurnalistlarni saxta təşviqat ziyarətiga o'rinlashtirdi. Türkiye'de Şərq Türkistan meselesi qaytadan kun tartibga kelayotgan bir vaziyatda Türkiye'deki bir qism axborot media organlarida xizmat qilayotgan 8 taratqu xodimi Xitoyning o'rinlashtirishi bilan 26 oktyabrdan 28 oktyabrgacha Şərq Türkistonga ziyoratga borgan. Xitoy təşviqat organi Tangridog To'rining aloqador xabarida qayd qilinishicha, Turkiyadagi Millat gazeti, So'zchi gazeti, Cumhuriyet gazeti, Iqtisod gazeti qatorliq axborot organlarining muxbirlari, CNN Turkcha kanali riyosatchisi qatorliq 8 kishilik hay'at Xitoy oldin o'rinlashtirgan saxta təşviqat ziyoratida bir qism sayohat nuqtalarini, shirkatlarni, radio televiziya stansiyasini va atalmish Islom dini institutini ziyorat qilgan. Xitoy xabarlarida mazkur axborot xodimlarining Sharq Turkistonning har sohadagi taraqqiyotlariga yuqori baho berganligi, xalqning diniy erkinlik, axborot erkinligi qatorliq huquqlaridan bahramand bo'layotganligini maqtaganligi, bozorlardagi qaynam tashqinliqlarni hargizmi sun'iy yasab chiqilgan deb qaramaydiganligi, ko'rganlarni turk xalqiga yetkazishga va'da berganligi qatorliq bildirishlar o'rin olgan. Xitoy oldingi oydimi bir qism turkiyalik xitoyparast axborot xodimlarini Sharq Turkistonda saxta təşviqat ziyoratiga o'rinlashtirgan edi. Ular qaytib kelgandan keyin Xitoyning saxta təşviqat xarakterlik bayonlarini takrorlab Xitoyga moslashgan edi. Yaqinqi mezgillarda Turkiyada, xususan ijtimoiy taratqularda Sharq Turkiston masalasining ko'plab tilga elinishi Xitoyni bearam qilayotgan bo'lib, bu navbat Turkiyaning nufuzli axborot media organlaridan bir qism kishilarni tanlab, planliq saxta təşviqat harakati orqali Turkiya xalqining ko'zini bo'yashga uringan. Sharq Turkistondagi tunji neftlik 70 yildan buyon to'xtovsiz talon-taroj qilinmoqda. Xitoy təşviqat vositalari Sharq Turkistondagi tunji cho'ng neftlik bo'lgan Qarmay neftligining burg'ilashga boshlanganligining 70 yilligini alohida xotirlab tashviq qilayotgan bo'lib, aloqador sonliq ma'lumotlar Xitoyning Sharq Turkistondagi bulang-talanglarining qaysi darajada ekanligini ko'rsatib berdi. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarida Jo'ng'ar o'ymonligiga joylashgan Qarmay neftligining 1955 yili 29 oktyabrdan tortib ishlab chiqarishga kirishtirilganligi 70 yildan buyon to'xtovsiz burg'ilinib neft quduqining 37 ga yetganligi, xam neft mahsulot miqdorining yaqinqi 24 yildan buyon uda 10 million tonnadan yuqori bo'lib kelganligi Xitoyning energiya bexatarligiga kapolatlik qilishda muhim rol o'ynaganligi qayd qilingan. Xabardagi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, 70 yil mobaynida faqat Qarmay neftligidan bulang-talan qilingan xam neft jami 470 million tonnaga, tabiiy gaz 112 milliard kub metrga yetgan. Xitoy yana ilg'or texnikalardan foydalanib, neft, tabiiy gaz charlash, burg'ulash ko'lamini texmo kengaytirish, yer osti tabiiy gaz ombiri qurish qadamini texmo tezlatgan. Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib g'oyat zo'r tabiiy boyliqlarni bulang-talan qilib, Xitoyga tuyish jinoyatini to'xtovsiz davomlashtirmoqda va buni Sharq Turkistonni taraqqiy qildirish, xalqni beyitish utuqlari sifatida pardozlab tashviq qilmoqda. Halbuki bu boyliqlarning haqiqiy egalari bo'lgan Sharq Turkiston xalqi Xitoyning irqiy qirg'inchilik nishoni sifatida yo'qotilmoqda. Amerika Yaponiyaning mudofaa xamchodini oshirish planini qo'lladi. Yaponiya davlat mudofaa vaziri Shinjiro Koizumi Amerika urush ministri Pete Hegseth bilan Tokioda ko'rishgan bo'lib, bu uchrashish Yaponiya bosh vaziri Sanae Takaichi bilan Amerika prezidenti Donald Trump o'rtasida o'tkazilgan yuqori darajaliklar uchrashishidan bir kun keyin ro'yobga chiqdi. Takaichi uchrashishda Yaponiyaning davlat mudofaa iqtidorini qat'iy kuchaytirganligini bildirgan edi. Amerika urush ministri Hegseth ijtimoiy taratqular orqali e'lon qilgan bayonotida Koizumi bilan nihoyatda yaxshi bir uchrashish o'tkazdik. Amerika Yaponiya ittifoqi Osiyo Tinch okeanining bexatarligi uchun intayin muhim ahamiyatga ega. Yaponiyaning davlat mudofaa xarajatini oshirish va'dasini qarshi olaman. Biz kuchimiz orqali tinchlikni ishga oshira olamiz, dedi.
Koizumi va Hexet davlat bexatarlik strategiyasi, davlat mudofaa strategiyasi va davlat mudofaa taraqqiyot programmasi qatorliq 3 muhim hujjatni qayta ko'zdan kechirishni muzokara qildi. Bu hujjatlar oldingi bosh vazir Fumio Kishida hukumati tomonidan 2022 yil dekabrda tasdiqlangan bo'lib, Yaponiyaning urushdan keyingi davlat mudofaa siyosatida muhim bir o'zgarishni ifodalaydi ekan. Bu uchrashish Koizumining davlat mudofaa vaziri bo'lib vazifaga o'ltirgandan keyin o'tkazgan tunji rasmiy yig'ini bo'lgan. Yangi bosh vazir Takaichi tunji siyosiy nutqida Yaponiyaning davlat mudofaa xarajatini ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining taxminan %2% ga o'stiradiganligiga va'da bergan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bo'lsa, buningga darhol inkos bildirib, Yaponiyaning yaqinqi yillar mobaynida mudofaa xamjodini uzluksiz oshirayotganligi bu Osiyo allari va xalqaro jamiyatning Yaponiyaning mudofaa ko'rishga markazlashish va'dasiga gumon paydo qiladiganligi, Xitoyning Yaponiyaning tajovuzchilik tarixini asli saqlab, tinchlik yo'lida mengishga chaqiradiganligi haqida jar solgan edi. Suriya Kosovoning mustaqilligini e'tirof qildi. Suriya hukumati Saudiya Arabistonining poytaxti Riyodda o'tkazilgan 3 taraflik yig'indan keyin Kosovoni mustaqil va hukmron bir davlat deb rasmiy e'tirof qildi. Suriya tashqi ishlar ministrligining chorshanba kuni bergan bayonotiga asoslanganda, Suriya prezidenti Ahmad Shar'iy Saudiya Arabiston taxt varisi shahzodasi Muhammad bin Salman va Kosovo prezidenti Vyosa Osmani o'rtasida o'tkazilgan yig'inda ikki taraf munosabatini ilgari surish va o'zaro tushunishni chuqurlashtirish masalalari muzokara qilingan va o'zaro e'tirof qilish va hamkorlik masalalari kun tartibga kelgan. Bayonotda bu nuqtadan aytganda Suriya Arab Jumhuriyati xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga bo'lgan ishonchisiga va Balqonlar bilan dunyoda tinchlik, muqimlikni ilgari surish majburiyatiga asosan Kosovo Jumhuriyatini mustaqil va egilik huquqli davlat deb rasmiy e'tirof qilganligini jakarlaydi deyilgan. Suriya taraf yana Kosovo bilan diplomatik aloqalarning eng qisqa vaqtda o'rnatilishini hamda siyosiy, iqtisodiy va madaniyat sohalarida hamkorlikning taraqqiy qildirilishini umid qilganligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.